Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak har bir so'zlari insonni ikki dunyo saodatiga sabab bo'ladi, amal qilsa. Shundan bittasi Hazrat Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis sharif bor. Aytadilarki, bir kishi kelib payg'ambarimizdan aytdiki, "Avsini ya Rasululloh, menga vasiyat qiling" dedi. Vasiyat degani bizda mendan keyin falon ish qilasan deyishni vasiyat tushunadi. Aslida vasiyat degani bizda nasihatga ham ma'nosi bor. Menga bir nasihat qiling dedi go'yoki. Aytdilarki, "La tag'zab" dedilar. G'azablanma degan ekan. Keyin aytdiki, yana nasihat qiling dedi. Yana ikkinchi bor ham la tag'zab, g'azablanma dedilar. Uchinchi bor ham so'radi hali yigit. Menga nasihat qiling deganda Rasululloh nima dedilar? G'azablanma dedilar. Bu hadis Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Nimaga endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 bor ham qaytarlar g'azablanma dedilar? Chunki insonning hayotidagi har bir noxush sodir bo'lgan ishlarda boshi g'azab bo'ladi-da, qarang. Kimdir g'azablanib turib, birov bilan janjallashib, jarohatlab qo'yadi. Kimdir g'azablanib turib, xotinini ushtaloq qilib qo'yadi. Kimdir g'azablanib turib, ota-onasini norozi qilib qo'yadi. Hammasi gunohmi shular? Yo kimdir haqorat qiladi. G'azablangandan qilyapti shu narsani. Shuning uchun payg'ambarimiz g'azablanma degan ekanlar. Kitoblarda shunday gap borki, kishi g'azablanganda, odam bolasi g'azablansa, shaytonning qo'lida, yosh bolaning qo'lida to'pga o'xshab qolar ekan. Yosh bola to'pni qanday otib o'ynasa, g'azablangan odamni ham shayton shunday otib o'ynar ekan. Shayton qayerga otadi axir? Shayton o'shani Xudoni g'azabini keltirgan, Xudoni norozi qilgan ishlarga undaydi-da, do'zaxga otadi-da uni. Yo haliginday yomon gapni gapirib yuboradi, yoki bo'lmasam ota-onani norozi qiladi, yoki bo'lmasam xotinni yo'li qilib qo'yadi, yo kaltaklaydi va hokazo. Mana hammasi g'azabdan kelib chiqyapti. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azablanma degan ekan.